Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldindan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tushuntiramiz. Diqqatingizda Tayland turmasidagi Uyg'urlarning urug' tuqqanlari murojaatnoma e'lon qildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Hammalarga ma'lumki, eng oxirida Tayland turmirida 70 necha qarindoshimiz qolgan bularning oila tabiati 2 avgust kuni bir murojaatnoma e'lon qildi. Shundaqla Xitoyning Hangzhou shahrida Uyg'urlarni ko'rganda saqchiga ma'lum qilish haqidagi uqtirishi ciddi inkas qo'zg'adi. Texmi echinish bo'lgan yeri nima deganda 500 yuan, ya'ni har qanday bir Uyg'urni ko'rguchiga Xitoy 500 yuan Xitoy puli mukofot berganligini e'lon qilishi bo'ldi. Shundaqla Urumchida atalmish Shinjongning umumiy tarixiy kitobining mas'ul muharrirlari yig'ini echildi. Buningga 3-avgustda echilgan bu yig'inga Xitoy sekretari Jang Chunshan qatnashib bir muncha safsat satgan bo'ldi. Bu va buningdan boshqa xabarimizni ting'adi bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Urumchida atalmish Shinjongning umumiy tarixiy kitobining mas'ul muharrirlari yig'ini echildi. Xitoy ishg'olchilarining Sharq Turkistonga tayinlangan partikom sekretari Jang Chunshan 3-avgust Urumchida atalmish Shinjongning umumiy tarixiy kitobining har qaysi qismlarining mas'ul muharrirlari yig'iniga qatnashgan va buni ilm nufuziga ega donliq ilmiy asar qilib yezib chiqish kerak deb bildirgan. Tangritog to'rining xabar qilishicha, Xitoy ishg'olchilarining Sharq Turkistonga tayinlangan partikom sekretari Jang Chunshan 3-avgust Urumchida atalmish Shinjongning umumiy tarixiy har qaysi qismlarining mas'ul muharrirlari yig'iniga qatnashgan va buni ilm nufuziga ega donliq ilmiy asar qilib yezib chiqish kerak deb ta'kidlagan. Xinhua to'rining bu haqdagi xabarda aytilishicha, Shinjongning umumiy tarixiy Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi fondi jamiyati alohida havola qilgan Shinjongning muhim madaniyat qurilish turlaridan biri ekan. Bu qurilish turiga ishlayotgani 11 yil bo'lgan bo'lib, 2 yil ichida putib chiqadi ekan. Xabar qilinishicha, Jang Chunshan Xitoy tarafidan bu xizmatga qo'yilgan olim mutaxassislar bilan suhbatlashgan. Yig'inda Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi tarix tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Sui Tang sulolalari qismining mas'ul muharriri Wu Yugui, Nanjing universiteti tarix fakultetining professori, tarixdan burungi qismining mas'ul muharriri Shui Tao, Qing sulolasi tarixini tuzish hay'atining muavin mudiri, ilm maslahatchisi Ma Dajing, tahrir hay'atining maxsus vazifalik muavin mudiri Miao Pushing, tahrir hay'atining mudiri Wu Duanfu qatorliqlar so'z qilgan. Yig'in tafsilotidan ma'lumki, Xitoyning atalmish Shinjongning umumiy tarixini yezish uchun qo'ygan olimlarining orasida Sharq Turkiston zaminining asli egalari bo'lgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlardan biror kishining ismi ko'zga cheliqmaydi. Bu asarning butunlay Xitoy manbalari asosida burmilinib yezib chiqilganligi aniq. Halbuki Sharq Turkiston 1949-yili Xitoy ishg'oliga butunlay tushib qolishdan burun bu zaminda nurg'un mustaqil davlatlar, sulolalar qurilgan. Xitoy tarixi madaniyatidan tubdan farqlanadigan madaniyat bu zaminda hokim bo'lgan. Sharq Turkistonning tarixi ko'p qadim burmalandi va qasddan yo'q qilib etildi. Yaqinqi tarixga qaraydigan bo'lsak, Xitoyning 10 yil hukm surgan atalmish madaniyat inqilobi tariximiz, madaniyatimiz uchun zo'r bir yo'qotish bo'lgan. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkiston zaminini mangulik mustamlikasiga aylantirib olish g'arazida Uyg'urlar ustidagi bostirish va zulmlarni kuchaytirayotgan, xalqarada Uyg'urlarning obrazini tushirishga urinayotgan bir sharoitda vatanimiz tarixining Xitoy tarafidan yezib chiqilishi Sharq Turkistonning mustaqillik da'vosi uchun zo'r va jiddiy xiris elib keladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu haqda Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi, shuningdek strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat elib boramiz. O'zi hozir Ankarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Doktor, oldin ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor, oldi bilan biz shu suhbatimizda 3-avgust kuni Jang Chunshan Xitoy partikom sekretari Urumchida bir Shinjongning umumiy tarixiy mavzuliq bu kitobning mas'ul muharrirlari yig'iniga qatnashib bu yerda bu kitobni ilm nufuziga ega donliq ilmiy asar qilib yezib chiqish kerak deb bir muncha bildirlab 11 yildan buyon buningki bu qurilishninki bu 11 yildan buyon bu turga ishlayotganligini 2 yil ichida putib chiqadiganligini deb bir muncha safsatlan setibdi bu yerda.
tilga ilingan, xabarlar tilga ilingan bu baş mas'ul muharrirlarning hammasiga qarasangiz nurg'un Xitoy professorlar hammasi bizning tariximizni, Xinjiangning umumiy tarixi degan bu cho'ng hajmlik narsani yozish orqali Xitoy nimalarni qilmoqchi, albatta siz buni ta'qib qilib turyapsiz. Mushaqdagi bir fikringizni olsam, bu birmi Uyg'ur bo'lmagan bu shakldagi narsani bizning tariximizni qandaqsiga bo'la, masalan bu yozdi degandek. Bu Manchurlar vaqtida Xitoyning bir ataqlı bir tarixchi vardı. Gongzhujing deydigan. Ha. O mında degan, bir milletni yo'qotish uchun uning tarixini yo'qotish lozim deydi. Xo'sh. Hozirgi Xitoy Uyg'ur tarixini veya Sharq Turkiston tarixini yo'qotish ta'sirli. Ama Uyg'ur veya Sharq Turkiston tarixining o'zininki ideyasi bilan yasab chiqish uning qo'lda keldigan bir ish hamdi. Xo'sh. Shuning 2005dan e'tiboran bu planni qurib chiqdi va Sharq Turkiston umumiy necha tomdan tashkil topgan mashunda cho'ng hajmli kitoblarni tayyor qilib bitishninki oldi damni. Onunki maqsadi hamda Sharq Turkistonda yashayotgan qaysi millat bo'lsin, sizlarning tarixinglarni men yozib chiqdim, mushu men o'ylagandek, men tushungandek ya da mening ideyamdagi bir tarixni sizlar o'qib, shundaq tushunib olinglar. Ikkinchisi, Sharq Turkiston tarixdan beri mushu Xitoyning zaminini mushu yozgan kitob bilan bu yerda isbot qilmoqchi. Yani tarixdan beri mushada Xitoy va qolgan millatlar mushunda tang baravar yashab kelganligini bu yerda isbot qilmoqchi bu kitoblar bilan. Xo'sh, xo'sh. Shuningla birlikda yanıla mushu chet eldagi tarixchilarga Sharq Turkiston tarixini agarda tadqiq qilman deydigan bo'lsanglar, mana manba, mana kitob deb chet eldagi mushu Sharq Turkiston tadqiqotchilarining o'zining bilgan yo'lunda yetaklashani. Yani bunda yig'ib kelgan chaqda Sharq Turkistonning tarixini o'zininki niyati bilan buni yeniden yasab chiqishadi. Xo'sh, xo'sh. Bu. Xitoy chet ellik muxbirlarni Sharq Turkistonga ziyoratga o'rinlashtirgan. Xitoy o'tgan hafta atalmish terrorizmga qarshi turish qonunining maxsus Uyg'urlarga qaratilgan yerlik nusxasini e'lon qildi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bir qism xalqaro axborot agentliklarining Xitoyda turishi muxbirlarini Sharq Turkistonga ziyoratga o'rinlashtirdi. Xitoy o'tgan hafta xalqarada zo'r munozara qo'zg'ayotgan atalmish terrorizmga qarshi turish qonunining maxsus Uyg'urlarga qaratilgan yerlik nusxasini e'lon qildi. Shuning bilan bir vaqtda o'tgan hafta Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bir qism xalqaro axborot agentlarining Xitoyda turishliq muxbirlarini Sharq Turkistonga ziyoratga o'rinlashtirgan. Amerika ovozining Beijing turishliq bir muxbirimi ziyoratchilarning qatorida bo'lib, u mazkur turda o'z ta'sirotlarini bayon qilgan. Uning aytishicha, bu qatim Amerika, Yaponiya va Singapur qatorliq davlatlardan kelgan 6 axborot organining 9 nafar muxbiri ziyoratga o'rinlashtirilgan. Tashqi ishlar ministrligi va yerlik amaldorlardan bo'lib 10 kishi ularga hamroh bo'lgan. Ular Urumchi, Eli, Bo'rtala va Turpan qatorliq viloyat shaharlarda Islom dini instituti, masjid, Qo'rg'os chegara eg'izi, Urumchi xalqaro cho'ng bozor va Uyg'urlarning uylariga ziyoratga o'rinlashtirilgan. Muxbir bir qism ko'cha, qo'ro va hovlilarda Xitoy o'lkalaridagidan ro'shan farqli holda Millatlar Ittifoqligi muqimlik temalari ta'kidlangan cho'ng xatlik tashviqot lozunkalarining hamma yerda uchrab turadiganligiga diqqat qilgan. Urumchida o'zlari tushgan mehmonxonada 3-5 soqchining qurolliq chorlab yurganligini ko'rgan. Xalqaro cho'ng bozorning hududida po'lat qalpoq kiygan soqchilarning bir Beronovik atrofida posti turayotganligini, avtomatlarning uchiga nayza qadib olganligini ko'rgan. Hamroh bo'lib mangan xodimlar ularga rasmga tortmaslikni, bo'lmasa avarichilikqa uchraydiganligini ogohlantirgan. Muxbir Avod bozordami bir oz jiddiylik his qilgan. Tashqi ishlar ministrligi bu qatimqi ziyoratning chet ellik muxbirlarga Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusi, Xinjiangning iqtisodiy taraqqiyoti va Xitoyning millatlar siyosatiga bo'lgan tushunchasini oshirishni maqsad qilganligini bildirgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi xalq qurultiyi 29-iyul atalmish avtonom rayonimizda terrorizmga qarshi turish qonunini yo'lga qo'yish chorasini ma'qullagan bo'lib, 1-avgustdan boshlab yo'lga qo'yilgan.
Xitoyning bu yerlik qonuni Uyg'ur kuzatuvchilar va faoliyatchilarining andisini qo'zg'adi va tanqidga uchirdi. O'quvchilar ta'til mezgilidami ming yuvish faoliyatidan qutula olmadi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning Qaraqash nahiya bozoriga qarashliq Bo'ston ko'cha tavasida yozliq ta'tilga qo'yib berilgan tavallikdagi 100 dan ortiq studentning ta'tillik aram elishiga fursat bermasdan o'z tashviqotini qildirdi. Tangritog to'rining bu vaqtdagi xabarda Xitoy tajovuzchilari tomonidan qurilgan Bo'ston ko'cha ish boshqarmasi tavallikidagi 100 dan ortiq studentni yozliq ta'tildami yig'ib olib, ularni qizil naqsha aytish, harbiy mashq usullari, vatanparvarlik tarbiyasi qatorliq kalla yuvish faoliyatlariga majburlagan. Undan boshqa ularni ta'tillik sayohat nomida atalmish ishlab chiqarish qurilish armiyasining 47-diviziyasini ziyorat qildirib, bu yerdagi tajovuzchilik jinoiy harakatlarining burmalangan ta'tir tashviqoti orqali o'quvchilarning kallasini qizillashgan ideya bilan yuvishga tirishgan. Undan boshqa ularni nahiya tavasidagi yashanganlar sanatoriyasiga elib berib, studentlarni u yerdagi yashanganlarga qizil naqsha aytib berishga o'rinlashtirgan. Bu faoliyatga aloqador berilgan suratlarda yashanganlarning ruhiy kayfiyatidagi norozilik va mayus g'amkinlik aks etgan bo'lib, studentlarga tajovuzchilar tomonidan bir tutash Xitoy xaritasi tushirilgan qizil kiyim kiydirilgan. Ularning chehridan na xo'shallik, na qizg'in kayfiyat tepilmaydi. Hatto shunda qarabla ularning ta'tillik aram elishlariga ega bo'lolmaganligiga bo'lgan norozilik va ulardagi tushkunlikni ko'rib olg'ili bo'ladi. Xitoy ma'rifatidagi o'quvchilarga elib berayotgan ta'tir tashviqot va ularga qarata ming yuvish faoliyatlari maktab doirasida emas, balki o'quvchilarning erkin faoliyat elib boradigan vaqtlari hamda qishliq, yozliq ta'til vaqtlarida asla to'xtab qolmagan. Hatto Xitoy o'zining razil maqsadlari uchun o'quvchilarning ta'til mezgilidagi ota-onalar bilan jam bo'lish fursatida ota-ona va jamiyatdan ijobiy ta'sir elib qilishining oldini olish uchun harakat qilmoqda. Tayland turmusidagi Uyg'urlarning urug' tuqqanlari murojaatnoma e'lon qildi. 2 avgust seshanba kuni Tayland turmalaridagi Uyg'urlarning Istanbulda yashayotgan ayollari va urug' tuqqanlari bir murojaatnoma e'lon qildi. E'lon qilingan murojaatnomada butkul dunyoni, jumladan musulmonlarni illiq oilasi va ayol bolalaridan ayrilib, Taylandda zindon azobi tortayotgan bu kishilarning tezroq erkinlikka erishib, o'z oilasi bilan jam bo'lishiga yordam berishga, ular haqida xolis duo qilishga murojaat qilingan. Murojaatnomaning tunji abzasida mundaq deyilgan: bizlar bir ojizona bo'lganligimiz uchun shularning turmadagi nidosini dunyoga mushu murojaatnoma orqali bo'lsa-mu anglatishni to'g'ri topdik. Murojaatnomada ular o'zlarining va erlarining Xitoy zulmidan qochib chiqqanliklarini, Xitoyning zulmining barg'ansiri kuchayotganligini ta'kidlagan. O'zlarining Tayland turmalaridagi nachar sharoit va qo'pol muomalalarni beshidan kechirganligini, Tayland soqchilarining Uyg'urlarga farqli muomala qiladiganligini, shuning uchun erlarining salomatlik va boshqa ahvollardan qattiq andisha qilayotganligini bayon qilib o'tgan. Hatto Tayland turmalarining nachar sharoiti haqida to'xtalib mundaq deyilgan: turmaning ichi bakli issiq, odam soni normadan ortiq bo'lg'achqa, cho'ng kichik hammamizga qichishqoq va yiringliq jarohat chiqib bakli qiynalib ketgan edik. Tamoqlari bo'lsa turmadan berildigani faqatli quruq guruch, gohi vaqtlarda guruch orasidan qurut chiqatdi. Amalsiz qurutlarni xillib etib yeydik. Badan quvvatimiz quruq guruch yeyishga yor bermay, turma magazinlaridan avstoli narsa setib olib yeyishga majbur bo'ldik. Shu vaqtlarda ham bizlarni iqtisodiy jihatlarda bakli xo'ritib, o'zlari sirtdan arzon akirgan narsalarni bizga qimmat setib, hassalab foyda oladi. Hali ham erlarning ahvoli mushu holatda turibdi. Murojaatnomada ayollar o'zlarining qarz elib bo'lsa-mu erlariga pul selib berayotganligini, lekin ularning tabiati sovuq va tamoqlari nachar sharoitda ojizlab, har xil agashma kasalliklarga giribtor bo'lib qolganligini va o'zlarining bu yerda moddiy va ma'naviy jihatdan qiyinchilikqa duch kelayotganligini bayon qilgan. Bir qism kishilarning bu zulmlarga qarshi ochliq e'lon qilish orqali qarishliq ruhini ifodalaganligi, lekin soqchilarning ular yiqilib qolganda doktorxonaga emas, balki jazo uylariga yo'tkab qiyin qistaqqa olganligi, keyin ularni texmi tarqoqlashtirib o'rinlashtirganligi ta'kidlangan. Murojaatnomada bu kishilarning Xitoyga qaytarilib ketilsa og'ir oqibatlarga duchor bo'lganligiga qarata kuchli andisha o'ttirib qo'yilgan. Ota mehrdan mahrum qolgan farzandlarining dadalari bilan yuz ko'rishishga bo'lgan tashnaligi ifodalangan. Murojaatnomada mundaq xitob qilingan: turmadagi zindon azobi chekayotgan erlarimizning, bechora narsida bolalarimizning va bizlarning echinishlik nidolarimizga quloq soladigan biror vijdon egasi yo'qmi?
Axırda Birleşken Milletler Təşkilatı və şununğa oxşaş xalqaralıq organlarının hər qaysı dövlətlərinin və təşkilat cəmiyyətlərinin bu məsələyə ciddi qarışığı bolğan ümid ifadələngan. 3 betlik müracaatnamening oxiriga Tayland türmüsündəki məhbuslarning Türkiyədə turishluq ayol, bola chaqalari və urug' tuqqanlaridan deb imzo qo'yilgan. Xitoyning bostirish siyosatlari va chekidan oshgan diniy va milliy cheklimlari sababli o'z yurtlarini tark etishga majbur bo'lgan Uyg'urlardan bir to'p kishi 2014-yili 3-oyda Taylandning janubidagi bir o'rmonlikda saqchilar tarafidan bayqalgan va tutib ketilgan. 2015-yili bu Uyg'urlardan 180 dak ayol va bola Turkiyaga yetib keldi. Arqadan 7-oyning 9-kuni Tayland hukumatı bu qarindoshlarimizdan 109 nafarini Xitoyga qaytarib berdi. Qolgan 70 ga yaqin Uyg'ur 2,5 yildan buyon Tayland zindonlarida ruhiy va jismoniy jihatdan og'ir besimlar ostida yashamoqda. Hörmətli televizor görüşlər, biz bu xəbərimiz haqqında şu müracaatnaməni tövəndə yuqoridagi xəbərimizni görüb ötən mana bu müracaatnaməni anlab ötdülər. Şu müracaatnaməni yazğıcı həmşehrilərimizdən biri bilan söhbət edib barımız. Özü hazır telefonumuzda. Amma to'g'ri tushunishimni umid qilaman. Albatta vatanimizdagi bu zulm va Xitoyninki bu besimi tufayli həmşehrimiz o'zining ismini oshkorlashni xohlamaganligi uchun ismini bermaymiz. Faqat shu murojaatnomani yozgan hamshirlarimizdan birisi bu. Telefonimizda hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aldı bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Endi sizlar bu nihoyatda albatta bu murojaatnomani 2-avgust kuni e'lon qilgandan keyin mayli bizning to'rbatlar bo'lsin va boshqa ijtimoiy taratqularda bo'lsin nihoyatda ko'p inkoslarga nurg'un yerlarga taqaldi bu murojaatnomalar. Albatta sizlar o'zinglarninkimi shu hijrat qilib chiqish jarayonida va turmada tutilib qolgandan keyingi echinish ahvollar bularni nihoyatda go'zal bir shaklda yozib tushuntiribsizlar bu murojaatnomaning ichida. Endi qanday bo'lib shu murojaatnomani yozish qaroriga kelib qoldinglar? Shu haqda biroz tushunchangizni bergan bo'lsangiz. Biz bu murojaatnomani yozish maqsadiga kelishimiz endi har qaysi cho'nglog'i dedik, ancha-muncha boshqa tashkilotlarga, kichikroq tashkilotlar olsun yoki bir qo'ldan ozroq ish qiladigan shu organlarga dedik, lekin hammasinin taklifi birdek shu ishni qilolmaganligi, bu xalqaroliq ish bo'lgankin. Birasining o'z oldiga birasini qilolmagan bu Taylanddagilarni butun xalq, butun davlatdan bilib ketgankin, o aytganda bir ko'rinarlik natija bo'lmaganligi asosdan shu amal yo'q, biz shuni yozishga majbur bo'ldik. Shuhrat Hushur Istiqlol televiziyamizda ziyorati bo'ldi. Erkin Asiya radiosi Uyg'urcha bo'limining muxbiri Shuhrat Hushur Istiqlol televiziyamizda ziyorati bo'ldi. Erkin Asiya radiosi Uyg'urcha bo'limining muxbiri Shuhrat Hushur Istiqlol televiziyamizda ziyorati bo'ldi. Ovozi Uyg'urlarga tunishliq bo'lgan danglik shaxslardan biri Uyg'ur axborotchiligida o'ziga xos uslub bilan ulgu yaratgan muxbir Shuhrat Hushur apandi Istiqlol televiziyamizda ziyorati bo'ldi. Jurnalist Shuhrat Hushur Istiqlol televiziyasi mas'uli Musajon Arning riyosatchiligida sunilgan Uchuq suhbat programmasiga qatnashib, o'zining kasbiy hayoti va Uyg'ur axborotchiligi, Uyg'ur masalasining xalqaralashishda tashviqotning roli va ahamiyati to'g'risida so'ragan savollarimizga javob berdi va o'z ko'z qarashlarini bayon qildi. Shuhrat Hushur yana bir Uyg'ur jurnalist sifatida bilan Istiqlol televiziyasining xizmatlari va tarqatayotgan programmalari to'g'risida fikr bayon qildi. Istiqlol TV'si millatning irodasi, millatning qiziqishi nuqtasidan aytganda nomi bilan diqqatga sazovor. Birinchi yaxshi qo'yilgan bir ism Istiqlol TV'si. Uningdagi bayotim degandek yaxshi o'rlashtiribsizlar, yaxshi tashkillanibsizlar. Bu bir tarafi. Mazmun jihatdan programmalarni anglab turyapmiz. Biz deyilmaydigan gaplarni albatta biz Erkin Asiya radiosi g'arb o'lchamlari bo'yicha xabar beramiz. Radioning qimmati shu yerda. Ortiqchiligi shu yerda. G'arb o'lchamlari bo'yicha g'arb berilayotgan xabar bo'lganligi uchun chinliqida, tarafsizligida, xalqni qoyil qilishida savol ketmayapti hozirga qadar. Hatto xalqimizmi jiq qiziqib anglayapti.
garip ölçemleri bu mengişten bir ziyanlık tarafı var. O bolsa nak Uygur'un nak idisini nak gipin digin olmaydı. Bolapma hem programmada her gün digin olmaydı. İradesini ifadeleri. Her yerde digin olmaydı. Zor tepilganda digin boldu. Bunda ahvalda bu İstiklal TV'si bir yaxşı toluqlama. Yani biz diyemmeyen, biz desek bombaydıgan gepler sizlerden toluqlanavatdı. Ona da iken Uygur'un nemelen halısa, neme toğru olsa, nemini digimiz kelse digin olduğun TV. Bir milletinin arkanda bir milletinin şunda bir TV'si, şunda bir akbaratı buluş gerek. Bu noktada etkan çağda, mesela Abdülkadir Yapçalı'nın nutuklarını anlayımız İstiklal TV'sini. Bizler emas, chet eldeki bütün Uygurlar şunu gördü. Jürk su içidi. Şundan ko'ngli hoş oludu. Şundan yol tapıdı. Çünkü buna da nak Uygur'un menfaati var. Közlengen gayışı bu. Mesela onu aldı da yalnız bu chet eldeki Uygurlarning la diqqatini tortib atgan yo'q. Xitoyning mi diqqatini tortib atgan, hatta endişki silib atgan bir vaziyat var. Mesela Arlıqda Tanrıtağ torda bir haber çıktı.Mışında Tayland'daki vaka hakkında kerez. Tayland'daki vaka hakkında, partiliş vakası hakkında Türkiye'deki Şarkı Türkistançılarının 5'i qo'lliq azasıMışında bu işini biz kıldık dedi mi o? Tehdit kıldı degende. Tehdit kıldı rasm. Bizgemışında bu işini qilib turib Xitoy bizning davlatimizni tehdit kıldı dedi. Türkiye'deki bir TV'de dedi. Türkiye'deki bir televizyonda degendi ki, yani bu İstiklal TV'sini oyladım. Türkiye'deki bir axbarat o'qituvchi deb, onda Abdülkadir Yapçan'a telefon qildim. Sizlar mishundoq, sizning Ismoil Tanrıtağ chiqdi. Xitoyga qarshi tehdit aqir gap qilibsizlar. Tanrıtağ torda Xitoyning nurg'un mahbubotlarida berildi. Bütün Xitoy mahbubotlarida berildi. Bu qayerda so'zlagan tanla dedim. Men cho'qim Türkiye'nin TV'leri dedim, siz İstiklal TV'sida dedim. Demek Mışı TV'ni, mışı İstiklal Radyosunu Xitoy kuzatib atkan, diqqat qilib atkan, bunun küçüğünü bilgen, eskigan tarafı var. Şunun için müşahede berilgen, muş stadyoda müşahede berilgen bir bayanatqa bir devlet, devletinin en çok akbarat organlarından bo'lgan Şinhua, ondan keyin yer şehri vaqti gezitemiz, şular inkaz qaytırdı. Şular inkaz qaytırıp Abdülkadir Yapçan mındaq dedi, Türkiye'deki bir TV'de İstiklal diyemedi. Qaraganda belki sizlarni bek ulug'lashtirib o'tishni muhallimgan bo'lishi mumkin. İstiklal degan so'zdan qo'rqib. Belki bu gapdan qo'rqqan bo'lishi mumkin. Yoki hamda bu Türkiye'deki bir davlatning bir nimasi bo'lishi mumkin, ammo buni bildiganlik aniq hamda ayrim bir. Shu nuqtadan aytgan chog'da men bu İstiklal TV'si zarur bir TV çoğun bir boşluğunu toldurwatıdı. Yaxşı toluqlum bolatıdı. Chet eldeki bütün Uygur teşviqat vasıtaları, meyli axbarat deyli, meyli teşviqat deyli, özara bir hemkarlık içinde. Bu tabi aldı. Bunu bir adam teşkilliğe ayırı yok. Millet bir oğallık için, menfaat bir oğallık için, arzu bir oğallık için özara hemkarlaşıp geliyotur. Ama şu menfaat çemberikinin içinde İstiklal TV'si yaxşı rol oynayotur. Bu Türkiye'deki bir yerde, İstanbul'daki bir yerde İstiklal TV'si diyen bir TV'nin bo'lişi pek muhimdi. Bu rolni oynayapsizlar. Şuna bu jihatdan biz tabriklaymiz. Yanıma ko'p natijalarni kutamiz sizlarni. Yaponiya ve Pakistan'dan kelgan Uygur faoliyatchilar İstiklal televiziyamizni ziyorati bo'ldi. Yaponiya Uygur birligining raisi Turmuhammad Hashim ve Pakistandagi Ömer Uygur vakfining mas'uli Ömer Uygur İstiklal televiziyamizni ziyorati bo'ldi, ham o'zlarining taklif fikrlari va tilaklarini bildirdi. 8-ci navbatlik Dünya Şərqi Türkistonliklar qarindoshlik uchrashiga qatnashish uchun dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillar İstanbulda jam bo'ldi. Ulardan ba'zilari bu yig'indan keyin Turkiyaning o'xshash bo'lmagan shaharlarida o'zaro yo'qlashish, fikr almashtirish ziyoratlarida bo'ldi. İstiklal televiziyamizmi ularning ziyorat manzillarining biri edi. 29 iyul juma kuni tushdan burun Yaponiya Uyg'ur birligining raisi Turmuhammad Hashim apandi bilan Pokistondagi Ömer Uygur vakfining mas'uli Ömer Uygur apandi televiziyamizni ziyorati bo'ldi. İstiklal televiziyasining mas'uli Musajan Ar ularni kutib oldi. Musajan ularga İstiklal televiziyasi va qilayotgan xizmatlar haqida qisqacha tushuncha berdi. Ularga studio, har qaysi bo'lim va ishxonalarni tunishtirdi. Mehmonlar bilan media va tashviqotning roli va bu jihatdagi xizmatlar haqida 1 soatdan ortiqroq fikr almashtirish elib berildi.
Ömer Uyg'ur bilan Turmuhammad Hashim o'zlarining Istiqlol televiziyasiga bo'lgan ko'z qarashlari, fikr takliflari va tilaklarini bildirdi. Ömer Efendi Istiqlol televiziyasining Pokistondagi Uyg'urlar tarafidan olqishga erishib kelayotganligini, bo'libmi yaqinqi yillardan buyon ko'rdiganlarning ko'payganligini bildirdi. Sharq Turkiston davosida media va tashviqotning rolining muhim ekanligini ta'kidladi. Turmuhammad Hashim Efendi Yaponiyadagi davo sepidagi barliq Uyg'urlardan, Yaponiyada o'qiyotgan va xizmat qilayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlardan va davoyimizni qo'llab kuch qetib yor yo'lakda bo'lib kelayotgan yaponiyalik do'stlardan bizga samimiy salom elib kelganligini bildirdi va Istiqlol televiziyasining uzun yillardan buyon qilib kelayotgan xizmatlaridan mamnun ekanligini bildirib, mundaq dedi. Uzun yıllardan beri bu Istiqlol televiziyasi sizlarninki tirishchanliginglar bilan vatanimizga, millatimizga va dinimizga nihoyat ko'p xizmatlarni qilib keldinglar. Buningga ham biz nihoyat minnatdor. Cümleden Yaponiyadaki bu Istiqlol televiziyasının ta'siri to'g'riliq so'zlamoqchi bo'lsam, oldi bilan o'zim shaxsan Istiqlol televiziyasini so'yinib ko'raman. Sizlarning bergan barliq programmalaringizni zodi birini qo'ymay o'zim ko'rib chiqaman. Mayli u xabar bo'lsin, yoki suhbat bo'lsin, yoki diniy ta'limotlar bo'lsin, hammani so'yinib ko'raman. Yaponiyada o'qiyotgan bizningki 1000 dan ortiq o'quvchilarimiz bor, Uyg'ur vatandan kelgan. İşinimenki ulamı sizlerinki bu programlarını so'yinib ko'r deb o'ylayman. Sizlerinki Yaponiyadagi bizninki bu Uyg'ur qarindoshlarimizni bo'lgan ta'siringlar nihoyat yaxshi ham kuchlik. Bu jihatda sizlerinki bu Alloh yo'lida millat uchun qilgan xizmatinglarning ta'siri nihoyat yaxshi deb qarayman. Bugun yana birisi qo'shib qo'ymoqchi bo'lganim, sizlerinki bu Yaponiya deki medialarga bo'lgan ta'sirlar ma'lum darajada bor. Istiqlol televiziyasini Yaponiyadagi bir qism medialar, masalan NHK deymiz, gazetlardan bo'lsa Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun deb cho'ng gazetlar. Bularning muxbirlari kelsa, mendan so'raydi ba'zi ishlarni. Bu to'liq men sizlarni obdan tushuntirmay, tunishtirmay ularga. Shunga sizlar Yaponiyadagi Uyg'urlar emas, balki Yaponiyadagi medialarning orasida ma'lum darajada sizlarni biladigan bir ta'siringlar bor. Bugun Allohning taqdiri. Sharq Turkistonliklar qayg'uli kunlarimizda bizni yolg'iz qo'ymadi. Uyg'urlar Turkiyadagi harbiy siyosiy o'zgarish mag'lub qilinganligiga 2 haftadan oshgan bo'lsa-mu, Istanbulning har qaysi joylarida o'tkazilib kelayotgan vatan qo'g'dash faoliyatlariga aktiv qatnashib, ularni yolg'iz qo'ymadi. Türkiye'deki harbiy siyosiy o'zgarish mag'lub qilinganligiga 2 hafta bo'lgan bo'lsa-mu, butkul Turkiya miqyosida xalq tunji kundagi hayajonli kayfiyati bilan maydonlardagi vatan qo'g'dash faoliyatini davomlashtirmoqda. Turkiyaning har qaysi shaharlaridagi Uyg'urlarmi qo'llariga turk bayrog'i va Sharq Turkiston bayrog'ini ilib, ham turklarga madad beradigan, ham davoyimizni tashviq qiladigan bu yaxshi fursatni qo'ldan bermadi. 30 iyul shanba kuni kech Istanbuldagi Uyg'urlar Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatini o'rlashtirishi bilan İstanbul şəhərlik hökumətinin aldidagi Saraçxana maydonida Türk xalqining yig'ilishiga qatnashdi. Maydondagi cho'ng ekranlarda ay yulduzliq ko'k bayroq alohida jo'lalandi. Shu kuni Turkiya Cumhuriyeti Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Turkiyaning ATV kanalida naq maydon suhbatiga qatnashgan bo'lib, suhbat asnosida ekranning 4 tarafida xalqning har qaysi maydonlardagi ko'rinishi ko'rsatildi. Saraçxana maydoni ko'rsatilganda butunlay digida ko'k bayroqlar ko'rindi. Xuddi bu maydonga minglagan Sharq Turkistonlik yig'ilganda kayfiyat shakllandi. Sahindagi riyosatchi Uyg'urlarning kelganligini alohida tilga oldi. U bugun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizmi kelibdi. Ular xo'shallik kunlarimizdami, qayg'uliq kunlarimizdami bizni yolg'iz tashlab qo'ymadi degan so'zlarni aytib, minnatdorligini bildirganda maydon qaynam tashqinlikqa cho'mdi. En büyük teşekkürler onlara. Sağ olsunlar, var olsunlar, eksik olmasınlar. Haydi bayraklar! Haydi bayraklar! Türkiye'nin muavin baş ministri Numan Kurtulmuş kech saat 12'lerde bu yerga kelib, faoliyatga qatnashdi va so'z qildi. Bu yig'ilishga asosliqi Zaytinburnu va Safakoy rayonlaridan kelgan Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, ko'p sonda ayollar va bolalarmi qo'llarida bayroq ko'tarib faoliyatga ishtirok qildi. Uyg'urlarning yig'ilish faoliyatlariga qatnashishi kollektiv faoliyatlarda cheklanmadi.
Uyg'urlar shaxsiy yoki oila bo'yicha o'zlariga yaqin joydagi maydonlarga berib, turk xalqining sepiga qo'shildi. İstanbulning Küçükçekmece rayonida Uyg'ur farzandlarimiz sahnaga chiqib, Istiqlol marshini jarangliq o'qib, 100 minglagan xalqni hayajonga soldi va Anadolu turklari bilan Uyg'ur turklarining qon qarindosh ekanligini va bir-biridan asla ayrilmaydiganligini namoyon qildi. İstanbul Küçükçekmece shaharlik hukumat raisi hurmatli Tamal Karadeniz apandi ballar bilan xotir rasmga tushib, alohida rahmat etdi. Gibi yerden taşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi enal. Xitoy muavin tashqi ishlar ministerining Turkiya ziyarati Uyg'urlarning diqqatini tortdi. Xitoy doiralari Turkiyadagi harbiy siyosiy o'zgarish urinishi mag'lub qilinib, yarim oydan oshganda muavin tashqi ishlar ministeri Jang Mingni Turkiyaga ziyoratga avatdi. Ammo Xitoyning 3 kunlik ziyoratini axborotga yeb qoldi elib borganligi diqqat tortdi. Harbiy siyosiy o'zgarish urinishi mag'lub qilinib, yarim oydan oshganda Xitoy muavin tashqi ishlar ministeri Jang Mingni Turkiyaga ziyoratga avatdi. Türkiye taratqullari buni Xitoyning Turkiyani qo'llash ziyorati deb xabar qildi. Axborotga yeb holati elib berilgan bu ziyorat Uyg'urlarning kuchli diqqatini tortdi. Turkiya tashqi ishlar ministerligidan berilgan yeziqchi bayonotda mundaq deyilgan: Davlatimizda 2016-yili 15-iyul kuni yuz bergan harbiy o'zgarish urinishidan keyin Cumhur raisimiz va hukumatimizga bo'lgan qo'llash uchurini yetkazish uchun Xitoy muavin tashqi ishlar ministeri Jang Ming 3-avgustdan 6-avgustgacha davlatimizni ziyorati bo'ladi. Ministerligimizda uchrashuvlarda bo'lgan Jang Mingni energiya va tabiiy boyliqlar ministri Berat Albayrakmo qabul qildi. Turkiyadagi harbiy o'zgarishdan keyin nurg'un davlatlarning rahbarlari Turkiya amaldorlariga telefon qilish orqali hol so'radi. Lekin Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosining biri bo'lgan Xitoy harbiy o'zgarish mag'lub qilingandan keyin Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi orqali susli ifoda bildirdi. Xitoyning davlat raisi yoki bosh ministeridan hol so'rash telefoni kelmadi. Xitoy taratqullari bo'lsa harbiy siyosiy o'zgarish mag'lub qilingandan keyingi Turkiya hukumati va vaziyatiga qarata salbiy mazmundagi xabarlarni ko'p berdi. Oradan yarim oy o'tganda Xitoy muavin ministerining Turkiyaga ziyoratga kelishi Uyg'urlarning kuchli diqqatini tortdi. Xitoy Turkiyadagi erkin bir davlatga kelibmi o'z tabiatini oshkorlagan bo'lib, bu ziyorat axborotga yeb holati elib berilyotdi. Xitoy amaldori Turkiya energiya va tabiiy boyliqlar ministri Berat Albayrak bilan uchrashuvlarda bo'lgan bo'lib, ikki davlat orasidagi yadro energiyasi kelishimining suhbat kun tartibida bo'lganligi ilgari surildi. O'tgan oyda Turkiya energiya va tabiiy boyliqlar ministri Xitoyda ziyorati bo'lib, ikki davlat orasida yadro energiyasi hamkorlik kelishimi imzolagan. Turkiyada harbiy o'zgarish urinishi mag'lub qilingandan keyin Uyg'urlar Turkiyadagi namoyish faoliyatlariga aktiv qatnashib, faoliyatlarini jonlantirayotgan bo'lib, Turkiyadagi Uyg'ur faoliyatchilari va Sharq Turkiston tashkilotlarining Xitoy amaldorining ziyoratidagi muhim kun tartiblaridan biri ekanligi ilgari surilmoqda. Uyg'ur kuzatuvchilarining bildirishicha, Xitoy Turkiyadan Sharq Turkiston tashkilotlarini taqib etishni yoki faoliyatiga cheklama qo'yishni talab qilgan taqdirda Turkiya bir demokratik davlat bo'lg'achqa o'z qonunlariga asosan qurilgan tashkilot jamiyatlarini taqib etmaydi ekan. İslam dünyası Türkiye'nin yanında temasida axborot e'lon qilish yig'ini ochildi. 63 davlatda 300 dan ortiq a'zo tashkiloti bor bo'lgan İslam dünyası ommaviy tashkilotlar birligi İslam dünyası Türkiye'nin yanında temasida axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. İslam dünyasının har qaysi joylaridagi 63 davlatda 300 dan ortiq a'zo tashkiloti bor bo'lgan İslam dünyası ommaviy tashkilotlar birligi Türkçe qisqartılması İDSB İslam dünyası Türkiye'nin yanında temasida axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Dushanba kuni tushdan burun İstanbul'dagi mustaqil savdo sanoatchilar jamiyatining markazida ochilgan axborot e'lon qilish yig'iniga Dünya Müslüman Alimlar İttifoqining bosh kotibi professor doktor Ali Qaradağ va İslam dünyası ommaviy tashkilotlar birligining bosh kotibi advokat Ali Aqbulut boshchiligida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan islom olimlari va ommaviy tashkilotlarning rahbarlari qatnashdi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon Sharq Turkistonga vakolatan yig'inga ishtirok qildi. Xitoyning Hangju shahrida Uyg'urlarni ko'rganda soqchiga ma'lum qilish haqida uqtirish chiqarilgan. Xitoyning Hangju shahridagi soqchi doiralari 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini ochilish mezgilida
diqqat qilishga tegishli ishlar haqida bir uqtirish chiqargan bo'lib, uningdagi Uyg'urlarni ko'rganda soqchiga ma'lum qilish haqidagi mazmunlar kuchlik inkas qo'zg'adi. Xitoyning Xanju shahridagi soqchi doiralari 20 davlat guruhi boshliqlari yig'ini ochilish mazgilida diqqat qilishga tegishli ishlar haqida bir uqtirish chiqargan bo'lib, uningdagi Uyg'urlarni ko'rganda soqchiga ma'lum qilish haqida mazmunlar kuchlik inkas qo'zg'adi. Mazkur uqtirishda 5 turli ish askartilgan bo'lib, uning ikkinchisida Xinjianglik Uyg'urlarni ko'rganda yerlik soqchixonaga bevosita ma'lum qilish kerak. Tekshirib aniqlangandan keyin ma'lum qilg'ichiga 500 so'm mukofot berildi deyilgan. Xitoy doiralarining kuchlik milliy kamsitish tusini olgan bu uqtirishi har qaysi to'r bekatlar va ijtimoiy aloqa vositalarida tarqalgandan keyin kuchlik inkas qo'zg'adi. Bundan burunmi Xitoy o'lkalariga turli sabablar bilan borgan Uyg'urlarning so'roq qilinganligi, mehmonxonaga kirgizilmaganligi haqida surat va videolar tarqalgan edi. Hurmatli izləyicilər, biz bu vaqtda Ankara Üniversiteti Til Tarix Coğrafiya Fakülteti Uyghur tili o'qituvchisi, shunaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin bosh katibi dotsent doktor Erkin Ahmad bilan suhbat elib boramiz. O'zi hozir Ankara telefonimizda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Doktor oldin bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor, siz bilan birga o'tkazmoqchi bo'lgan suhbatimiz haqiqatan Xitoyning yana shu razilliklari, Xitoyning yana insonning kulgisini keltiradigan darajadagi pastkashliklari bo'ladi. Ya'ni Xitoy shu Xanju shahridagi soqchi doiralari Xitoyniki shu 20 davlat guruhi boshliqlari yig'ini ochilish mazgilida bir uqtirish e'lon qilib choplagan bo'lib, buningda shu hamda Xinjianglik Uyg'urlarni ko'rganda yerlik soqchixonaga bevosita ma'lum qilish kerak. Tekshirib aniqlangandan keyin shuni ma'lum qilganlarga 500 so'mdan mukofot berildi degan narsani e'lon qildi. Buni qanday tushunasiz? Siz ham bu da'voning ichidagi biri bo'lish tutumida shundaqla axborotning ichidan borsiz. Siz buni o'qigan kishi qanday bu qanday bir haqorat hamda. Ya'ni bu mesele üstüde to'xtalishdan burun Xitoyning bu xil siyosatining qachon boshlaganligi to'g'risida biroz to'xtalib o'tish kerak. Xo'sh. Hamda bu Xitoy hukumati 1987 yıldan keyin, yani 80 yıllarning oxiridan boshlab uçuk aşkara Uyg'urlarga qarshi bu xil irqiy kamsitish siyosatini uçuk aşkara oturup koşku başlayan. 90 yılların başlarında hatta devlet kadri boğan Uygurlarımı Beijing'e ziyaretki bağa vaxtıda meymanxanalar anmaslık doğrusu da 90 yılların başlarında ayda uqtırış taqatkan. Keyin bu bağan sıra bu bütün Xitayda bu yeyilişki başladı. Bulup 2008 yılda bu olimpiyat vaxtıda mı Beijing'de olimpiyat açılgan vaxtıda Beijing'de ticaret kılıvatkan, Beijing'de seyahat gelgen bütün Uygurlarını olimpiyat tüyüçe mecburi Beijing'den sırtı çıkarıp etken. Ama bu keyinki yıllardan, 2000 yıllardan tartıp bu halkara terörizmge karşı küreşine bahane kılıp durup hiç kanda bir günah Uygurlarını mı Xitay'nın içki rayonlarında meymanxanda yatkızmatlık. Bunun için poyizlarga çıkkan vaxtıda noktalık aldı Uygurlarını tekşürüştek bu xil siyasetini uç kaşkarı elip verişki başladı. Bu Xitay'nın asas kanununda Xitay'nın bütün gerejdalları beraber de köstülgen bozumam da Xitay'nın bu kılmışları hem de Xitay'nın ki kanun devleti emetliğini Xitay'da hem de bulup mu şu alsallık milletlerine Uygur bilen Tibetlerine karta bu xil irqiy kamsitishni bağan sır küçeytip atqanlığının bir ifadesi. Hem de bu bilisiz Hangzhou'da 9. ayının başlarında bu terakki kılgan 20 devlet yığını açılmakçı. Bu yığınına bahane akıp durup hem de içkili ülkelerde bulup mu Hangzhou'da ticaret kılıvatkan Uygurlarını hem de aşağıdan çıkarış. Hazır Uygurlarının içkirdeki vaziyete nayeti eğren bu halkara keçirim teşkilatının dokülatlarında mı bu urun aldı. Hem bu Xitay devletinin kendi kança dünyaya biz işte hukuk devleti, biz kanun bilen devlet başkuruvatkan devlet diyen takdirde mi? Hem de Xitay'nın kendi Uygurlarga karta kançılık bu bugünkü 21. asırdaki insan hakları, demokrasi,
aldığın planga çıkan günümüzde Uygurlar karta kançılık kemt siyasetine elip berip atkanlığına bir ifadesi. Bunu halkaraga yaxşı anlatış lazım. Uygurlar bu Xitayning bu qilmishlarini xalqaraga yaxshi anlatgan takdirde Xitayga dünya besim işletse bu siyasetini özgertiş lazım. Bu mesela hazır Uygurlarning ki fakatla özünün vatani Şarkı Türkistan'da emas, Xitayning bütün rayonlarida nefes aladigan bir nima qolmadi. Hem bu Xitayning ki bu irqiy kamsitishning qanchalik ig'ir, qanchalik yuqori pallaga yetganligining bir ifodasi deb qarashga bo'ladi. Yaponiyaning Mudofaa aqtashliq kitobida Xitoyning dengizdagi faoliyatlari tanqidlandi. Yaponiya Ishki kabineti 2 avgust seshanba kuni 2016 yillik Mudofaa aqtashliq kitobini ma'qullagan. Aqtashliq kitobda Xitoyning janubiy va sharqiy Xitoy dengizlaridagi harbiy faoliyatlarga qarata kuchli andisha o'tirg'i qo'yilgan. 484 betlik bu aqtashliq kitobda Shimoliy Koreyaning yadro qurollari va boshqarilgan bombasini xalqaro va rayondagi zo'r tahdid deb qaralgan. Shuning bilan birga Xitoyning janubiy va sharqiy Xitoy dengizlarida kun sayin kengayayotgan harbiy faoliyatlari tanqid qilingan. Aqtashliq kitobda Xitoyning dengizdagi faoliyatlarining hozirgi holatini o'zgartirishni maqsad qilganligi ta'kidlangan. Xitoyning dengiz va havodagi harbiy faoliyatlarini tez suratda kengaytirishining va harbiy sohada yetarli darajada ochiq bo'lmasligining rayondagi harbiy kuch tangponligiga foydasiz ekanligi ko'rsatilgan. Xitoyning dengiz okean egilik huquq masalalaridagi ma'lum usullarining xatarlik harakat ekanligi, mo'ljalligisiz ahvollarni keltirib chiqarish mumkinchiligi kelgusi vaziyatga nisbatan kishini cho'nqur andishiga soldiganligi ta'kidlangan. Xitoyning Janubiy Xitoy dengiziga egilik huquq talabi va dengiz tendurib orol yasash qurilishi Yaponiya tarafidan ig'vogarchilik deb qaralgan. Aqtashliq kitobda Beijingning murassa qilishini rad qilib, yaktaraflik harakatda ching turishi tanqidlangan. Yaponiya yana bir qatim Xitoyni Filippinning Xitoy ustidan xalqaro sudga sungan da'vosiga chiqarilgan hukmni qabul qilishga chaqirgan. Aqtashliq kitobda aytilishicha, Xitoy Yaponiya amaliy kontrol qilayotgan talash tortishliq orol Yaponiyada Senkaku, Xitoyda Diaoyuning atrofida aeroplan avatib, yiqilishish qatorliq faoliyatlarni kuchaytgan. O'tgan bir yilda Yaponiya jami 571 qatim harbiy aeroplan avatib, Xitoyning harbiy aeroplanlarining yiqilishini to'sib olgan. Bu oldingi yildagidan 107 qatim oshgan. Uningdan boshqa Xitoy harbiy paraxodlarining sharqiy Xitoy dengizidagi faoliyatlari Yaponiyaning noroziligini qo'zg'amoqda ekan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining Xitoy xizmatchisi jasuslik bilan sotlandi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI'ning uzun yillik bir xizmatchisi Xitoyga ishpiyonlik qilganligi uchun sotlandi. Ma'lum bo'lishicha, Kun Shanchuan ismli bu Xitoy 1 avgust Nyu-Yorkda sotlangan. Kun Shanchuan 1969-yili Xitoyda tug'ilgan bo'lib, keyin Amerika fuqaroligiga erishgan va 1997-yildan buyon Amerika Federatsiya tekshirish idorasida 19 yil ishlagan. Kun Shanchuan Amerika Federatsiya tekshirish idorasining elektrlik zapchastlar texnik xodimi bo'lib, u o'zining FBI'ga doir qat'iy maxfiy hujjatlarni ko'rish salohiyatiga erishgan va bir turkum rasm va sazgur uchurlarni Xitoy josusiga yetkazib bergan deb ayblangan. Xabar qilinishicha, u FBI'da ishlagan mezgilda Xitoy davlat amaldorlarini o'z ichiga olgan ba'zi kishilar va shirkatlar bilan aloqa o'rnatgan va Amerika Federatsiya tekshirish idorasiga o'zining bu faoliyatlari haqida xato uchur bergan. Amerika Adliya ministrligining bu vaqtdagi materialga qaraganda, u 2011-yili chet elda sayohat qilish jarayonida bir Xitoy hukumat xodimi bilan uchrashgan va Xitoy xodim bilan maxfiy uchurlar haqida so'zlashgandan boshqa Amerikaning bir maxfiy xodimining ismini oshkorlagan. Kun Shanchuan 2013-yili Amerika Federatsiya tekshirish idorasining idora qurilmasi haqidagi bir seximni yuqoridagi Xitoy xodimiga yetkazib bergan. 2015-yili mazkur Xitoy xodimiga yana FBI qo'llanadigan razvedka texnikasi to'liq tushuntirilgan materiallarni yo'llagan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi 2015-yildan boshlabla Kun Shanchuanning peyiga tushgan va bu yil 16-martda uni qo'lga olgan. U o'zining barliq jinoyatlarini iqror qilgan. U bu yil 2-dekabr qayta sotlanadigan bo'lib, agar uning jinoyati amaliyleşsa 10 yildan ortiq qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishga sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.